To'ronida porosati yo'q. Ya assalomu alaykum, iftorlikka chaqirgan voliday muhtaram, qandaysiz? O'zingizdan sport berib deb uyalib. O'zingiz 80-70-yillari mahallani aytgan yoshlardan bo'lgansiz. Hozirchi yana shirinlikni qichig'ini olib keldim. Hozir sizga bersam, siz opikalarga tarqataverasizda, men mashhurman, mahallida deb. Hozir o'zim kelgandan keyin tarqataman. Xo'pmi? Davay. Dana ko'rdi, mosa siramasa archar orqasidan chiqing. Kebala chaydaychi. Qotasiz. Kebala yaxshimisiz? Voy dadasi qayerga ketyapsiz? Voy Oysha shirinliklar olib kelgan o'zim uyalchan kuyovimdan aylana. Uyalchan kuyovimiz bor-da. Dana porosatan vijilla, yana sizda vijilla valla qurtga o'xshab ketgan. Mo'lar rozador demaysiz-a? Endi o'g'lim uzr, mana ozgina mazam yo'q edi. O'zi ambulatoriyaga admin bo'ladigan bo'libsiz. Moshillashingizni qarang, yeysiz. 10 minut sabr qiling, hozir kiradi, yeysiz hamma bilan. Endi kuyov bola iftorlikka nima olib keldingiz? Mo'ni olib keldim, mo'ni. Mo'ni Oyshi shirinliklarini olib keldim sizga. Va bu Oyshi shirinliklari bananli, shokoladli, qulupnayli, shunaqangi qarsildoq ta'mga ega. Bunichi bunday yoshli 5 yashar bola yesa ham maza qo'radi. Bunday yashali otaxon yesa hamchi o'kirib yuboradi, maza qo'radi. Yasifa! Ko'zni achishtirib oldi, dada, boring oyog'ingizni yuvib keling. Bo'ldida kuyov bola.